Tak 6 noyabr 2025-yil. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi turar joyimiz chiqib turibdi. Tak qadimgi uylar katta bo'lgan bilasizlar, bir 2000 kvadrat uy o'zi shuning yarısı sotilyapti. Tak yuzasi 40 metr, eni 20 metr, jami 800 kvadrat sotilyapti. Agar hisob kitob etsangiz 900 ham chiqadi. U sal bunday daqiqalar 800 dokumentdan sotilyapti, 40 ga 20. Ichini ko'rsatamiz, yuring. Manzil tushuntirib beraylik. Bu yog'imiz 31-maktab. Bu yoq uyimiz tushing, bu yoq uyimiz medpunkt. Bu yerdan dim anig'i 20 ga 20 deb ikki joy ko'rsangiz bo'ladi bu yerdan. Polni ikki xo'jalik o'nishadi. Keling. Tak uyning ichini ko'rsatib o'tsak, bu yog'imiz mana garaj, sklad, bu yog'imiz traktor sklad sirtdan kirsa bo'ladi. Bu yog'imizda yana bir sklad, polni ichida qurilish asbob anjomlar bor. Yig'sangiz ham dim bo'lmasa bir joyga vesh chiqadi. Bu yog'imizda mana sklad bor, bu yog'imizda garaj bor. Top migacha keladi, ko'rsatib o'ting. Tak buni chertak arg'i eski egasini xonadonga qiladi. Midan bu yog'i polni bo'linadi. Jami 800 kvadrat yer bo'linadi. Bahası 300 milyon so'm bitacak yeri ikki joyga bo'lsangiz, joyingiz har qancha 150 million tushadi. Menimcha bunday arzon bahada joy yo'q bo'lishi kerak. Mana midagi temir tezaklarim ham sizga qoladi. Bemalol murojaat etasiz, telefonlarni qoldiramiz. Kommuna, Gurlan, ikkinchi kommuna, bu yog'imiz medpunkt deb aytdik, bu yog'imiz Baxtni 31-maktab deb aytdik. Bemalol murojaat etasiz. Eldimizda sentral yo'l, Guzar turibdi eldimizda. Guzar qadimgi zamonda do'kon boshqa. Telefon